Приветствую всех зрителей и моих подписчиков. Друзья, сегодня на канале необычный выпуск. Хочу вас познакомить с моим гостем. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. С приездом. Рахмат. Добро пожаловать в Самарканд. Спасибо, Добро спасибо. пожаловать в Узбекистан. Спасибо. Рахмат. Друзья, знакомьтесь, уважаемый гость моего канала, профессор, устоз, народный артист Узбекистана Изро Ашерович Малаков. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Xush kelibsiz. Рахмат. Xushbaxt bo'ling. Устоз, мой канал об Узбекистане, о Самарканде, о культуре, о традициях. И на просторах интернета я встретила видео с вашим участием. Как только я узнала, что вы прибыли в Узбекистан, в наш город Самарканд, у меня тут же появилась такая мысль встретиться с вами. И мне это удалось. Сегодня я с вами. Мы сидим уже за одним столом. Я знаю, что у вас очень много ваших слушателей, поклонников по всему миру. У меня не такой большой канал, но тем не менее оказалось, что на моем канале также есть любители, ваши слушатели. Если можно, пару слов для моего канала. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Assalomu alaykum Ranoxon. Men haqiqat O'zbekiston farzandiman, Izro Malakov. Dunyo taqozosi bilan bolalarim Amerikaga ketib qolgandan keyin majbur bo'lib, men ham Amerika Qo'shma Shtatlarga ko'chib ketishga majbur bo'ldim. 92-yilda bolalarim bilan, semyam bilan Amerika Qo'shma Shtatlarga kelib, mana bugun qarib 30 yildan ziyod yashayapman. Amerika Qo'shma Shtatlarida agar garchi men kelgan bo'lsam ham, lekin O'zbekistonda kinni qonun to'kilgan joy. Men O'zbekiston radio va televideniyasida qarib 20 yil ishlab, 300-400 dan ziyod qo'shiqlar yozganman. Hozir Amerikada kelib, yosh bolalarni men ma'lumlik qilib shularga o'zbek san'atini, o'zbek muzikasini, o'zbek shash maqomini va xalq kuylarini o'rgatib yotibman. Menda qarib 300 dan ziyod shogirdlarim bor. 15-20 yildan beri yosh bolalarni o'zimizni san'atimizni nimaligini ko'rsatib, o'rgatib yuribman. Lekin men juda xursandman. Undan tashqari 15 yil, 20 yil ichida qarib 20 marta muhojirlarni olib kelib, Amerikadan O'zbekistonni go'zalligini, O'zbekistonni jannat makon joyligini mehmonlarga ko'rsatib yana qaytib ketganmiz. Tak что Amerikaga kelib men bekor yurganim yo'q. O'zbekiston uchun bo'lgan kuch-quvvatimni ko'rsatib, haligacha borib kelib yuribman. Shu yoshlarimizni ko'pini o'rgatgan paytimda shuni O'zbekiston xalqi, O'zbekiston rahbarlari ko'rib, mening bolalarim televideniya orqali ular menga ishonib menga yaqin mana 8 yil oldin Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekiston do'stligi juda ham baquvvat bo'lgandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarida Abdulaziz Komilov bizning posolimiz ancha yil Amerikada ishlab biz bilan yaqin bo'lib, nega deganda men O'zbekiston, Dunyo O'zbekistoni, O'zbekiston kuni, bayroq ko'tarayotgan kuni, har xil konsertlar Washingtonda bo'lardi. Men artistlarni yig'ib, olib borib, hamma vaqt konsert berardim. O'shanda biz yaqin bo'lganmiz. Keyin necha yil o'tgandan keyin bu kishi yana O'zbekistonga qaytib kelib, ministr bo'ldilar. Ministr bo'lgandan keyin Izro sizning xizmatingiz juda katta. Amerikada kelib ko'p xizmatlaringiz bor. Esimizda turibdi, Xudo xolasa yangilik bo'lishi mumkin deb menga gapirib qoldilar. Bir vaqtda shu
2018-yilda Amerika Qo'shma Shtatlari bilan O'zbekistonning aloqasi yangi prezident bilan yaqin bo'lishib qoldi. O'shanda Mirziyoyev prezidentimiz umrlari uzoq bo'lsin, shu o'zlarini hamkasblari bilan Amerikada kelganlarida menga O'zbekiston xalq artisti degan unvonni topshirdilar. Ana o'shanda men o'zimni yo'qotib qo'ydim. O'shanda men konsulstvada 150 ta odamni Amerikadan muhojirlarni O'zbekistonga olib borayotgan paytim edi. O'shanda ko'p o'zbeklar, tojiklar, konsullarga ishlovchilar men dod deb qo'ydimki, menga O'zbekiston xalq artisti degan unvonni tasdiqlabdilar, prezident kelib menga berar ekanlar deb xursand bo'lib o'zimni yo'qotdim. Tushimni shuni deb. Bir vaqti asoldan Javlon aka degan umrlari uzoq bo'lsin telefon qilishdi. 2 kundan keyin siz Washingtonga kelasiz, sizga O'zbekiston xalq artistini prezidentning o'zlari topshiradilar dedilar. Shunaqa qilib bordik, bizga shu O'zbekiston xalq artisti degan unvonni berdilar. Bu bo'lmagan gap, dunyoda bo'lmagan gap. 30 yil men tark etib O'zbekistonni Amerikada borib yashagan kishini O'zbekiston xalq artisti degan unvon bergan gap, bu dunyoda bo'lmagan gap. Men o'lgancha o'zbek xalqini bergan tarbiyasini, o'zbek xalqini bizlar Buxoro yahudiylariga umrbod qilgan yaxshiliklari, o'zbek xalqini boshqa davlatlarda, dunyoda yahudiylarga napadini bo'lgan, lekin bizlarga O'zbekistonda bo'lmagan shu narsa. Shunday bo'lsa ham biz O'zbekistonni tark etib qanday bir masalalar bilan ketgan bo'lsak ham, lekin men uchun O'zbekiston tug'ilgan joyim, jannat makonim deb umrbod eslab mana shu qilayotgan ishimni davom berib yuribman. Mana hozirda mana necha yillar, 8 yillar o'tdi. Amerikada menda iltimos keldiki, sen Buxoro shahrida kelishing kerak. Bu yerda katta bir festival bo'ladi, yo qandaydir bir nima bo'ladi deb meni olib kelishdi Rafael Nektarov, umrlari uzoq bo'lsin, gazetamizning muxbiri, Buxoro Times degan gazetamiz. Mana keldik, kelib menga Shoshmaqom ansamblga kirdik. O'sha yerda bolalar bilan eski og'aylarim, eski xonanda sozandalar bilan yaqin bo'lib o'tirib gaplashib, bularni esga oldik. Yana universitetda maqom institut bor. Maqom Yunus Rajabning nomidagi. Rektor bizni chaqirib, sizga professor unvoni beramiz. O'zbekiston xalq artisti degan unvon, prezidentimizning yangi zakonlari chiqqan, haqqim bor, bunaqa professorlik unvoni olishga degan gapni eshitib. Kim menga topshirdilar? Mana bu o'sha hozirgi olgan diplomini bergandan keyin o'sha yerda bir katta sozanda xonandalar, professorlar bizni juda ham yaxshi kutib olishdi. Bunda men juda minnatdorman bu institutimizdan, rektorimizdan. Beknazar degan hofizimiz bor, do'stim, hamshaharim Yakamog'dan. Shu inson menga shu masala bo'yicha katta yordami tegdi. Siz O'zbekiston xalq artisti qanday bo'ladi kelsangiz, siz professor olishga haqlisiz deganda, biz qari bo'lsak ham o'yladim, kelishim juda qariman deb yo'yinimni qilib keldim. Xudoga shukr, juda ham yaxshi o'zimni his qilyapman. O'zbekiston gullab yashlabdi, havolari juda tiniq. 4 ta fasli bor O'zbekistonni tarbiyasi, O'zbekistonni bolalarning otasiga hurmati, ota-onasining onalariga, ota-onalarning hurmati bolaga. O'zbekistonning 4 ta fasli, O'zbekistonni shirin taomlari, shirin mevalari bu dunyoda esdan chiqmaydigan narsa. Menga qolsa butun dunyo O'zbekistondan o'rganib ketish kerak. Qanday yashashni,
qanday hayot kechirishni, qanday hurmat qilishni, ota-onani, bolani, bu qimmat vaqtni O'zbekiston xalqi yashashni butun dunyodagi davlatlardan ko'ra birinchi o'rinda turadi O'zbekistonimiz deb men bilaman. Shuning uchun men o'lgancha O'zbekistonimizni esimdan chiqarmayman. Shahrisabz shahrim chaqirishdi. Bu yoqda bizga muzey yasagan o'sha hamma hofizlarni, Buxoro yahudilari 2000 yil yashagan, o'shanda nima qilganlar hammasini olib borib, men musiqalarni Shahrisabz muzeyiga berganman. Ular meni chaqirish qilishdi. Juda hurmat qilib, meni mehmondorlik qilib esga olishdi. Mana hozir kelib Samarqandda vaqt o'tkazyapmiz. Siz bilan gaplashib, mana bu intervyularni beryapmiz. Устаз, у меня было несколько вопросов к вам, которые я планировала задать во время нашей встречи, но вы так много рассказали о себе, у меня практически не осталось никаких вопросов. Вы очень подробно рассказали о своем творчестве, но все же я хотела бы задать один интересный вопрос. Я думаю, этот вопрос будет многим и полезным, и интересным. О начале вашего творческого пути, первые шаги в искусство, как это происходило. Потому что я знаю, что по профессии вы, да, зубной врач, стоматолог, я знаю, поэтому немного расскажите об этом. Men Shahrisabzda yoshligimdan qo'shiqni aytishni yaxshi ko'rardim. Buyuk hofizlarni 5 so'mlik radyodan eshitib o'rganar edim. Orif al-Maqsudlar, Bersa Davidovalar, Barno Ishoqova, Neriyo Aminov Tojikistondan, keyin Ortiqxo'jayev Mo'xo'jayev hofizlardan Mahmudjon Uzoqovlarning ashulalarini juda yaxshi ko'rardim. Maktab borayotgan chog'larimda shularning ashulalarini, krujoklarni aytardim. O'zim, meni ustozim Amun Davidov degan Asiya degan qiz bor. Shu ustozim bo'ladi. Ko'p menga yordam qilgan. U kishini otalari shashmaqomlarni o'rgatgan menga. Yosh edim, shu 19-20 yoshdan keyin onam rahmatli to'rtta bola bizlar juda urush paytidan keyin 50-yillar juda qiyin edi. Maktabdan kelib shu choyxonalarga ashula aytardim. Undan keyin esa ukam umri uzoq bo'lsin, shuni onam shuni o'qishga yuboraytish doktoriga deb yubordi. Men semyamda to'ylarga borib pul ishlab, semyani olib borayotgan paytimda ukam kelib ustoz bo'lgandan keyin men ham bordim, "San bor" deb onam majbur qildiki, men ham borib o'qishni tamomlab kelib tish doktorlikka ishlaydi. Shuni qilib biz 16 yil почти tish doktor bo'lib, men dodar ukam bilan birga Shahrisabzda yashadim. Chiroqchi degan shaharda yashab tish qildim. Darja bir kuni bordim. Mana yaqinda bir 55 yil, 60 yil o'tgandan keyin Chiroqchiga borib ko'rganimdan kelib, ota qarib 90 ga kirgan, Izrojon mana tishimni qilgansan, 60 yil bo'ldi deb meni kuldirdi. Mana shunaqa davlat o'tdi. Keyin O'zbekistonda Siroj Aminov, Xudo rahmatli, Karim Mo'minov dunyodan o'tib ketdi ular. Yunus Rajabni biz borib kelib har zaman maqomdan xabardor bo'lib turardim. 73-yilda Marhabo talantlar shunaqa nimalardan juda baland baholar olib yurardik. O'shanda men borib zumnoy tomlagandan keyin Chiroqchidagi zumnoy vrach bo'lib ishga kirdim. Kelib Shahrisabzda davom berdim. Lekin O'zbekistonda 76-yilda katta ko'rik bo'ldi. O'sha ko'rikda 73 kishidan bir o'zim radio shash maqom ansamblida ishga olindim. Xudoga shukr. O'shanda meni Berta Davidova, Orif akalar o'shanda bular endi birinchi kurukdan 73 kishidan 3 kishi qoldik. Ikkinchi kurukdan
uch kishidan bir o'zimni maqom ansamblida olishdi. Buni tovushi Karim Mo'minov, Siroj Aminovga o'xshar ekan degan gaplar bo'ldi. O'shanda 6 oy meni sinovda olishdilar. Qani bu bola tovushini eshitamiz, ko'ramiz, keyin olamiz deb. O'shanda sinovdan men 6 oy o'tganimdan keyin bularda qo'shiqlarim yoqdi. Qurbon birinchi ashulam Gulzorim ishq degan ashulalarni yozdirdim. Birinchi nimadan 73 kishidan Xudsovetdan qo'shiqlarim radioda, demak, efirda o'tdi bu narsalar. Xursand bo'lib ancha yillar ishladim. 200 dan ziyod qo'shiqlar yozdim. O'zbekistonda tanildim. Yunus Rajabiy Shashmaqom institutida rektor menga mana bu professor unvonini bergandan keyin men bir narsani aytib qo'yay. Men qarib 2000 yil Buxoro yahudilari O'zbekistonda, O'rta Osiyoda yashagan davlatlar bo'lgan. O'shanda maqomlarimizga Buxoro yahudilari ancha o'zini xizmatini qilganlar. O'zbek, tojik maqomida bizlar Buxoro yahudilar ancha xizmat qilganmiz. Yaxshi aytib, ular bilan qo'shib biz yashaganmiz. Maqomlarimizni sifatini yaxshi qilish uchun. Men yana bir gap aytaman, boshqa millatlardan ko'ra Buxoro yahudilari o'zbek tili bilan gaplashayotgan xalq. O'zbek urf-odatlarini hammasini o'rganib, xuddi o'zbek xalqi bilan yashayotgan bo'lsa ham, shularga o'xshab yashagan Buxoro yahudilari. Ulardan ko'p narsalarni biz o'rganganmiz. Shuning uchun boshqa 70 millat yashagan bo'lsa ham, lekin biz Buxoro yahudilari o'zbek sharoitiga qarab, hamma ishlariga 100% birga bo'lib yashab, birga bo'lib doktor bo'lib, hofiz bo'lib, tillari bilan gaplashib bo'layotgan millat biz Buxoro yahudilari bo'lganmiz. Tushundingizmi? Ana endi shunga bu vaqtida 2000 yil yashagan bo'lsak ham bizlarga diniy urf-odatlarimiz bor edi. Lekin o'sha diniy urf-odatlardan 1000 yillik kuylar bor edi. Shu kuylarni men onamdan 3 soat yozib olganman. Endi o'sha kuylar Shashmaqomimizga o'xshash bor. Boshqa o'zbek millatiga munosib kuylarni o'shanga hidi bor. Ana o'shanda men mana shunaqa degan bir muzikali sakrovishchi Buxarskiy yuraylar degan kitobni chiqarganman. O'shanda mana bu 7 ta diska qilganman. Mana shu har bir prazniklarimizni kuylarini yozib olib, kitob qilib diskalar qilganman. Mana shularni men yosh bolalarga ham o'rgatganman hozir. Undan tashqari 10 ta film qilib, shu men aytgan kitobimda yozilgan ashula she'rlarni bolalarga o'rgatib, yana o'zimdan keyin davom bo'lsin deb, shular o'zbek xalqining melodiyasiga yaqin tavrot kuylarini aytsin deb men kitob qilib shu bolalarga o'rgatganman. 10 soat film qilganman. Har bir praznikimizni. Tushundingizmi? Mana shularni rektor bilan gaplashib, iltimos qilib 2 kun shu professorlar, hamma o'qituvchilar, bilimdonlar, maqom aytuvchilarni mana shuni go'shras qilib beray. Mana shu maqomlarni yozgan narsalarimni mabodo Shashmaqomimizga tegishli bo'layotgan bo'lsa, shuni bir ozroq ish olib boraylik deb 2 kun yana qoldim shu institutda. Rektorimiz rozi bo'lishdi. Nega ben Amerikada mendan bu kitob qilganimdan 3-4 ta amerikanlar kandidat edi, professor bo'ldi. Ish olib bordi shundan. Shular ham maqomdon, shularga ham men dars berardim universitetlarda. O'zim tilim bilan, переводчик bilan. Bizni Shashmaqomimizni, kiyimlarimizni, uylarimizni, shularga men hamma institutlarga Amerikada bular bilimdonlar meni taniydi. Shu ishlarni qilyapmiz. Mana shu 2 kungina yana bo'laman, Xudo xolasa. Огромное спасибо, что согласились на встречу и дали интервью для моего канала. Очень интересная беседа. Спасибо за подробный рассказ, за историю, за ваш патриотизм к родине.
Это очень ценно. Большое спасибо, что вы приезжаете в Узбекистан, не забываете родные места, навещаете и Самарканд, Шахризабз, Бухару. Всегда рады. Спасибо. Приезжайте и радуйте своих зрителей, поклонникам своим tворчеством. Ra'no Kamolova, sizga katta rahmat. Sizni kanalingizga men bugun mana bunaqa передача qilib gaplashib, ancha gaplarni yozganim bu men uchun katta baxt, katta rahmat sizga. Kanalingizga omad. Rahmat. Ilohim sizni kanalingizga obuna bo'layotganlar millionlar bo'lsin. Rahmat. Sizga sog' salomat, tinchlik, O'zbekistonimiz ilm gullab yashnasin. Rahmat. Yana bundan ziyoda bo'lsin. Rahmat.